79 Nechi pul? Yo'q, yo'q. Nechi 79 pul? bo'ldi, oxiri 79 ming bo'ldi. Tushirib berarkanlar-da. 177.500 hozir gaplashdik-ku, xo'p dedingiz. Yo'q, qattiq o'rtamayman. Hozir gaplashdik-ku. Qattiq o'rtamayman. Endi yozing yana mana bunaqa do'st. Ichkingizda olib gapiringizni ko'rmayapman. 170 ko'zimni ko'rsangiz bor, mazza qilib olasiz. 177.500. Opa, rozimisiz? Ha, bo'pti, davay qani. Akalar, Shayxon Tohir tumani Kamoliddin Bekzod ko'chaga kelganmiz. Mahallamizni ko'rishingiz mumkin, Fayzli mahalla. Shunda mana akalar ko'cha yo'l 100 dan, katta yo'l 100 dan 200 metr kirganda mana shu uchastkamizda sotilyapti. Fasad razmerimiz 15 metrni tashkil qiladi. Bu yerda yerlar narxini o'zi ko'pchilik biladi, 45 ming, 50 minggacha bordi. O'zi mana shu uchastkamizdan sizlarga ancha arzon narxda ko'rsataman. Umumiy maydonimiz 4-3 sotuvni tashkil qiladi. Akalar, xohlasanglar shunday yashasanglar bo'ladi. Sharoitlari bor. Xohlasanglar bizda dangalama uchastkani qurolsanglar bo'ladi. Oldi tarafini ko'rasizlar, yashil maydoni joylashgan. Sentralniy kanalizatsiya, gaz, suv, svetdan вообще muammo yo'q. Endi xonadonimizga kiramiz, bismillah. Kirib kelganimizda uzun garajimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, akalar, o'zi bu yerda o'zi yerlarni mana shunaqa eski uchastkalarni topish ham o'zi muammoda, lekin men sizlarga mana shu to'g'ri bir uchastkani topib qo'yganman. Mana garaj xonamiz bo'ladi. Etek tomonida yashil maydoni bor. Mana shunaqa o'tiradigan joylarni qilib qo'yishgan. Xonalar soni 5 tami, 6 ta ekan. Akalar, mana shu xonamizni tegi polniy yaxlit podvol ekan. Endi xonalarga to'xtalib o'tirganimizda sababi ayollar bor ekan. Bu yoq tarafda sanuzeli, ham yoq tarafda oshxonasi joylashgan. Uchastkamizni etek tarafida mana shu joy bilan o'ralgan. Orqa tarafida mana shunaqa ozgina qing'ir shu joy bor. Mana shu ham zo'r proyekt churorsi bo'ladi, akalar. Xo'p, umumiy maydonimizda 4-3 sotuvni tashkil qiladi. Aytayotganimdek, kadastr hujjatlari bo'yicha endi narxi keladigan bo'lsa, startli narximiz 177.500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Sunnatiga o'tadigan joylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman.